Patxo'z mahallasida ajoyib hovli uy Olmaliq shahridan kvartiraga almashtiriladi. Uyimiz shundoqqina masjidning ro'parasidagi ko'chada, aynan mana shu ko'chada joylashgan. Tabiat qo'ynida, shahar shovqinidan uzoqroq joylashgan, tinch va havosi toza hududda joylashgan katta va shinam hovli uy e'tiboringizga havola. Bu uy oilaviy yashash uchun juda qulay bo'lib, barcha sharoitlarga ega. Umumiy maydoni 6 sotiq va xonalar soni 4 ta keng va yorug' xona. Hovli katta va yashil maydonga ega, chiroyli daraxtlar bilan o'ralgan. Dam olish uchun sharoitlar bitta tapchan ichkarida, bitta tapchan ko'chada, qulay infratuzilma, molxona, tandir, qishki va yozgi oshxonalar mavjud. Hojatxona va banya ham mavjud. Bu hovli qulay joylashuv bilan ajralib turadi. Atrofi osoyishta, tabiat go'zal va yashash uchun ideal. Muhimi, ushbu hovli uy faqat Olmaliq shahridagi kvartiraga almashtiriladi. Batafsil ma'lumot va kelishuv uchun uy egasiga bog'laning. Uy Top Olmaliq kanaliga obuna bo'ling va biz sizlar uchun eng arzonlarini topamiz.